murabbiyni o'zgartirishimiz kerak emas. Hozir O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi qiladigan ishi va men shu aytib qo'yay, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini harakatlaridan juda boyagi media hisob berish, jahon chempionati davomida juda yomon ishlari. Hatto tarkib boshqa satrda chiqib ketyapti. U uyatda bu. Hozirgi qiladigan ishi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi agar rahbariyatda chindan Cannavaroga ishonch bo'lsa, hozir chiqib nima bayonot berish kerak. Biz Fabio Cannavaroga ishonch bildirishda davom etamiz. U 2022-yilgi Osiyo chempionatida, chunki u qisqa vaqt qoldi. Yanvarda adashmasam. Unga ishonishda davom etamiz deb hozirdan ishonchni mustahkamlab olish kerak. Chunki Cannavaro boyagi ximiya paydo bo'ladi dedi-ku. Mayli biz u bilan boyagi Qirg'izistonni yutmadik, Eronni yutmadik, lekin Portugaliyadan 5 ta gol qabul qilib oldik-da. Ular razvalkada yig'lagandir, futbolchilar. Husanovni yig'laganini ko'rdik-ku. Balki endi o'sha boyagi ximiya birga paydo bo'lgandir-da. Boyagi muhabbat faqat yaxshi kunlarda sinalmaydi-yu. Qiyin kunlarda, boyagi qizni otasi bermaydi degan vaqtda ham sinaladi-da. Hozir biz Cannavaro bilan mana shunaqa yomon tajribani o'tkazdik. Juda yomon tajribani va bu 11 ta golda ular hech qachon unutmaydi. Hozir biz bu yerda chiqib gapiryapmiz. Hozir futbolchilar eshitsa agar kulib qo'yayotgan bo'lsa kerak. Sen qayerdan bilasan meni ahvolimni? Men ukolda o'ynaganman deyish mumkin-da. Biz Azbarovilarni yaxshi ko'rganimizdan gapiryapmiz-da. Shuning uchun Cannavaroni men tanqid qilamiz. Hamma xatolarini aytishga haqqimiz bor. Matbuot anjumani qilib uni savollar bilan savolashga ham haqqimiz bor. Lekin u baribir qolishi kerak. Chunki yana jamoada o'zgarib ketsa agar, xuddi to'da boshi yana o'zgarsa agar, yana boshqa tomonga qarab tortaverishadi. Cho'qqiga bir kishi olib chiqyaptimi? Mayli, to'g'ri yo'ldan ketmayapmiz, egri yo'ldanmi? Mayli, endi o'shanga qo'yib berishga. Hozir yana boshqa odam kelsa, yana boshqa so'qmoqqa olib ketadi bizani. Yana o'yinimiz o'zgarib ketadi, yana unga moslash, yana unga 4 million topib ber. Xullas muammo bo'ladi. To'g'rilab olishga 6 oy vaqtimiz bor Osiyo kubogigacha. Albatta, va menimcha bu yerda Cannavaroni aloqasi bormi yo'qmi bilmadim. Futbolchilarda hozir dahshatli tajriba orttirildi. Va men bir narsaga ishonaman. Bu narsa O'zbekiston endi, masalan, Eron bilan o'yinda qanaqa oyog'imiz qaltiramardi, lekin dovdirardik-da. Endi O'zbekiston Eron bo'ladimi, Saudiya Arabistoni bo'ladimi, kim bo'lsa ham Osiyoda hech kim bilan qo'rqmay o'ynaydi. Va bu tajribamizda hech narsaga alishib bo'lmaydi. Va shu tajriba Fabio Cannavaro